Hürmetli tadbirkorlar, mijozlar, shu yilning boshidan boshlab shu bankimiz tadbirkorlarga uchrashgan holda shu tadbirkorlarning muammolarini eshitib, shularni ijobiy hal etib, shu asosda ish yo'llarini yaratish, aholi bandligini ta'minlash bo'yicha ishlar olib borilyapti. Fuqarolar o'zini band etgan fuqarolar, ishsiz fuqarolarni 10 million binsa bir qadamdan kirib turibdi. Bundan boshqa yana tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib turgan ikki tadbirkor, yo bo'lmasa oilaviy yuridik korxonalar 50 million mahallaboydan kreditimiz bor. Bu masalan zavodsiz, garovsiz ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullansa, savdo faoliyatini, xizmat ko'rsatishni, ishlab chiqarishni 50 million garovsiz, 50 milliondan yuqorisi garov bilan ta'minlangan holda bo'lib turibdi. Keyin Prezidentimiz 312 qarori bo'yicha tadbirkorlik kichik biznes rivojlantirish bo'yicha 100 million garovsiz, 300 million garovli kreditlarimiz bor. Bu kreditlar shu tadbirkorlik faoliyatida aylanma bo'lgan to'ldirishni, yo bo'lmasa yangi uskuna sotib olib xizmat ko'rsatishni, ishlab chiqarishlarni imkoniyatlarini berib turibdi. Agar shu kredit olib turibdi, o'zingizni band qilaman desanglar, yo bo'lmasa ya'ni mayli, necha kredit olasiz? Men o'sha tikuvchiman. Axborotni o'rgatmam kerak. Yo'q, siz mashina olish uchun. Pensionersiz, to'g'rimi? Pensionerlar hozir kreditlarga yo'lmayapti. Agar masalan aqtiqlaringiz maktab bitirgan, pasport Yo'q, olaman. maktab Endi bir bir saftaga shu maktabni tugagan bo'lsa 10 million deb belgiladi. Bir garovsiz. Shuni 370 foiz. 20 belgiladi. Imtiyozli kredit deb ataladi. Bu bo'lgani 375 ming so'm o'zini band etadi, ijtimoiy soliq to'laydi. Ertaga bir pensiyalarni yozilsa, staj yoziladi. Bilamiz, bu 10 million klassga solib beramiz. Shu xolos tikuv mashinalari, xolos, ya'ni matolarni, ya'ni tikadigan material. 5 million tikuv mashinasi, 5 million matosi. Hozir kredit beradi. Kreditdan yengillashtirilgan kredit.